Assalomu alaykum. Toyota avtomobilimiz 2013-yil 138 ming kilometr yurgan. Yoqilg'i benzin. 2.4 ob'yom. Mashinamiz ideal holatda. 6 million 600 ming won, $4,5 to'g'ri keladi. Prestige Special qaysi. Balon holatlari ham normali. Mashina qora bayr bo'lib turibdi. Salon holatlari gaz fonari yoqib, iloji boricha yaxshiroq ko'rsatishga harakat qilaman. Salon holatimiz mana orqasida mana multimedia boshqaradigan funksiyasi mavjud. Sidinasi isitadi orqasi ham keng holatda. Podvaldagi stenkalik uchun qorong'iroq, eshik eskuvchi joy dastur bor. Elektronniy sidina parametrlari ham bor. Mashinamiz mana ideal holatda. Black box'ni olib qo'yibdi, IPS mavjud. Sport rejim, eco rejimlari bor, rullari siydi, oldi tizimlari siydi. Toza holatdagi Toyota avtomobilimiz. Kimga kerak bo'lsa, aloqaga ko'rasizlar. Ideal holatdagi Toyota avtomobil. Oldidan ko'rinishi mana baliq yo'lzi Toyota.